Lacoste 85 yil ichidagi o'zining eng tavakkalchi qarorini qabul qildi. Ular o'zining afsonaviy timsoh logotipidan vaqtincha voz kechishdi. 2018-yilda Parij moda haftaligida Lacoste dunyoni hayratda qoldirdi. Brend o'z logosini yo'qolib borayotgan 10 ta noyob hayvon turi surati bilan almashtirdi. Bu shunchaki chiroyli reklama emas. Bu Save Our Species strategik kampaniyasi edi. Har bir hayvon surati tushirilgan futbolkalar soni aynan tabiatda qolgan o'sha hayvonlarning soniga teng edi. Jami 1775 dona futbolka chiqarildi va ular bir necha daqiqa ichida sotilib ketdi. Sotuvdan tushgan barcha foyda tabiatni muhofaza qilishga yo'naltirildi. Boshqaruvchilar uchun dars. Lacoste shunchaki kiyim sotmadi. U o'z brendining kuchini muhim global muammoga qaratdi. Bu qadam brendning sodiqlik indeksini va xalqaro nufuzini bir necha barobarga oshirib yubordi. Ba'zan brend ko'proq foyda olish uchun o'zining daxlsiz elementlaridan ham voz kecha olishi kerak. Sizningcha brend o'z imijini ijtimoiy muammolar uchun qurbon qilishi to'g'rimi? Yoki bu shunchaki qimmat marketing yurishimi? O'z fikringizni izohlarda qoldiring.